Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari, biznes qilaman degan akalarimizga bizneslari optim joylariga kelib qolganmiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, stroykaga oid barcha stanoylar, penoblok, gazoblok, fasadga terma faner, fasadni plitkalarimiz eng avvalo yevro komplektimiz. Mana ko'rib turganingizdek, penoblok stanoylari xohlagan akamizga yevro, xohlagan akamizga обычный qoliplarimiz. Komplekt tayyorlab qo'yganmiz. Yevro holatda bo'ladi. Polniy profil ikki tomonga ochiladi do'stlar. Komplektda 3 ta qolip, tumba lato, kompressor, mikser, pena generator, rastvor bochkalargacha. Tumba latolar mana bunday holatlarda chiqadi. Ko'rib turganingizdek, hamda uy burchaklariga urib do'stlar, tumbalarni tepasiga latoglarini urib tayyor apalovka holatda tumba kolonni sismalari kuysangiz bo'laveradi do'stlar. Hamda gazoblok stanoyiga qiziqqan ekanmizga gazoblok stanoylari komplekt tayyorlab qo'yganmiz do'stlar. Suv bochka, meshalka, qoliplari mana ko'rib turganingizdek reskalari. Hamda 3 tasi birda do'stlar. Gazoblok ham, penoblok ham ko'rasiz. Xohlasangiz tomshoq ham qilaverasiz. Qo'yingki komplektda 3 ta yevro qolib bo'ladi. Tumba latoyigacha bo'ladi do'stlar gazoblokni. Hamda kompressor, mikser, pulsatorigacha bor do'stlar. Fasadga terma fanerlarimiz, gipki kamerlarimiz, fasadni plitkalarimiz ko'rib turganingizdek xohlagan razmerda, xohlagan shakllarda bo'ladi. Xohlasangiz terma fanerlarimizni qoliplari, xohlagan akamizga g'ishlari, razmerlarigacha mavjud do'stlar. Kanalimizga like bosib obuna bo'laverasizlar. O'zbekiston bo'ylab stanoylarimizni komplekt tayyorlab, dastavka qilib, ustanovka qilib beramiz. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.